Ana şu qılıqlaring boshqacha da sening ana şu qılıqlaring bung boshqacha deysen, percha deysen. Birovlarni kasallantirib qo'ymasang bo'ldi sen. Ana bung boshqacha yarasidan ham, ana qara. Buning eldine bir qara, ortına bir qara. Hamma narsaga yaraydi. Ana buni olsang bo'ladi. Ol meni deb turibdi bu. 12 milyon so'mga, $1000 Nexia 1 avtorialda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bir like bosib, bizga petitsiya deganda bosib qo'ysangiz pishmaymisizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshida zo'r baho boshlanib, oxirigacha ko'rmay qo'ymanglar. Uning arasida ondan ham zo'rlari bor. Xudo xolasa bugungi chisla 23-mart 2026-yil navbatdagi mashinamiz Nexia 1 Sonos Traveler 1997-yilda ishlab chiqarilgan, 12 million so'mga 370 ming kilometr yurgan, motori qidiryat Abdulaymidi. 12 million so'm bemalol kelasizlar, ana shu yerda nomer qoldiramiz, telefonlash bemalol kelaverasizlar. Mashinaga gap qo'shish mumkin emas. Davraklarni bir qator ko'rsatib beramiz mashinaning. Bo'ladi. 1-2 chaqa chuqasi bor, lekin bir urg'ondan yonadi. Tiko bermaydi 12 millionga normal. 2016-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsionerlar necha bor? Полный full shum ko'rilgan. Kontachka mashina. Bir ikki yerida chaqa chuqa bor, kreskalari bor, mayda-chuyda. Narxini kirib bo'lsa 47 million so'm. Hech yerda yo'q baho. 47 million so'm. Mokra asfalt, полный tonirovkani, bir qator polirovkani olib turib, minsangizlar chotki bo'ladi. Balonlarni qaranglar, balonlarni. Mana qara. Paket qo'l, paket balonlari, paket. To'liq ma'lumot kerak bo'lsa, nomerga Telegramda yozasizlar, shu yerda pastdagi nomerga tashab beramiz. Hozir hamma narsasini aytib vaqt yetmay qoladi. Tez aytib o'tib ketishimiz kerak-da. 2009-yilda ishlab chiqarilgan 100% kontachka Nexia gibrid mashinamiz. 400 ming kilometr yurgan 27 million so'm bo'lsa beraveramiz. Kontachka mashina tiylari zo'r turibdi, mis butun. Libo ustaga ko'rsatib ko'rasizlar. Motorlar benzinda, gazda, bagasi hamma narsasi bor. Keyingi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan 145 ming kilometr yurgan 30 million so'm bahasi. Bir qator asli yetib bo'lgan bolalar o'rta holatda 1.6 mashina. Buni ham xudo xolasa ko'rsangizlar bo'ladi. Nexia'ning pulini Gentra 400 ming kilometr yurgan, 2014-yilda ishlab chiqarilgan 65 ming kilometr yurgan 60 tutdim shu yerda qarang, bir qaradi ismingiz diqqat